Assalamu qarindoshlarım, men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbiri avlodlar turbetidan sizga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayot tarixi xotirlangan sira, ya'ni Shirin buloqni bevosita o'qib tarqatyapmiz. Navbatda biz da'vatning unumi va uning ijtimoiy ta'siri degan oxirgi mazmunlarga kelib to'xtagan edik. Unda siz diqqatingizni bu mazmunga bergaysiz. Da'vatning unumi va uning ijtimoiy ta'siri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahirki hayatıga nazar silishdan avval biz uning hayotining xulasi samarasiga va uni jimi payg'ambarlardan ustun qilgan, hatto avval oxir jimi insonlarning sarvari, ya'ni sardori degan toshga musharraf qilgan ulug'vor ish izlariga, harakat va faoliyatlarga bir qo'l nazar silib o'tishimizga to'g'ri keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga eng avval Allah Taala tarafından kemiga yugunu olguchi payg'ambar kechining ozg'inisidan boshqasida yermida yoki yerimidimi azroqida yoki yerimidimi ko'pragida namoz o'qigan. Qur'oni Karim sura Muzammil 73 sura 1-2 oyat va vahiy hosil bo'lgan chog'da kemiga cho'mkinib olguchi payg'ambar tur İnsanlarını Allah'ın azabını agahlandır. Kur'an-ı Kerim Sura Mudassir 74. Sura 1-2 ayet. Dep buyruqlanğanda, şundan itibaren o dünyadaki en ulug' amanet yükünü, barlıq insaniyetke məsul buluş yükünü ve her qaysı jang meydanlardaki uruş yükünü üstüge elip 23 yıldan köprek vakit hardım taldım demek müstehkem turdu. Kıskısı o cehaliyet, oy xiyalları, shahvoniyat orqon kishanlari bilan chambarchas bog'lanib ketgan yer shari tortish kuchi ta'siriga eng og'ir uchragan jaholiyatcha tasavvurga g'arq bo'lib ketgan g'aflat uyqusida xo'rak tortayotgan ashu insoniyat ideologiya sohasidagi eng kaskin, eng og'ir, eng dahshatli kurash vazifasini ustiga elib sobit barqadam holda mustahkam turdi. Hatta bir çağda qismen sahabeler ideyasi azad bulup, jaholiyatcha qimmat qarshidan va ko'nicha hayot yo'nalishdan azur ko'pdir qutulgandek bo'lib edi. Boshqa sohalarda yana boshqacha kurashlar boshlandi. Allah'ın diniga qarshi, mümin musulmonlarga qarshi uyushgan madaniy tuprog'ida yildiz tortib, nota yaproqlarini yepib, soy berish oldida turayotgan bu islom davlatidan ibaret yumran ko'chatni biq sug'urayotgan mazgilda yo'qotishni maqsad qilgan dushman kuchlarga qarshi jang qaynamlarga patdi. O Arab yerim orolining ichki qismidagi jang maydonlaridan farigʼ bo'lmay turibla Rumluqlarning bu yangi davlatga qarshi urush qo'zg'ishiga va uning shimoliy qismini yutib olish xavfiga duch keldi. Muşu jarayonda o eng kaskin, eng jafoliq kurashni, ya'ni ideologiya kurashini hargiz to'xtatib qo'ymadi. Bu kurash hayot mamatlik kurash edi. Uningga dushman tarafdan shayton mal'un pasibon edi. U insoniyat qalbining cho'nqur qatlimida ruhiy ig'votarchilik harakatini izchil davomlashtiryotdi. Musulmonlar tarafdan Alloh taolaning da'vatiga va da'vat maydonlarining har qaysi nuqtalarida yuz bergan urushlarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'mondonlik qilgan edi. Mol dunyo uning yuzlangan turuqliq, uning turmushi g'o'rgul va qisınchilikda o'tdi. Uning atrofiga uyushgan mu'min musulmonlar aminlik va rohat his qilishdi. Uning hayoti izchil jafo mushaqqat bilan o'tgan bo'lsa-mu, u buningdan qilchim vaysimadi. Balki umidvorlik bilan sabr qildi. Kechalari qiyomda turib namoz o'qidi. Parvardigorning ibodati uchun etikobga kirdi. Qur'on tilovat qildi, takrorladi, hamda Alloh taolaning talabiga loyiq qulchilik, ya'ni bandichilik burchini ado qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shundoq 20 yildan ko'proq davom qilgan urush o'ti ichida yashadi. U bu jarayonda bir ishni deb yana bir ishga sal qaramadi va uni tashlab qo'ymadi. Oxiri islom da'vati keng ko'lamda odamning aqlini lol qilgudek unumga erishdi. Buning bilan butun arab yerim oroli islom hukmronligiga bo'ysunib, jaholiyat changto'zonlari yerim orol osmondan yo'qolishga boshladi. Irivi kasalliklarga chora qilinib,
but haykallar chiqib tashlandi. Hatto uni mushriklar o'z qo'llari bilan chaqdi. Tavhid, ya'ni Allohni bir bilib ulug'lash sadolari palakda yangradi. İman, İslam, yangi hayotiy kuch ato qilgan bu qum barxonlari orasidagi kichik shaharda 5 vaqt namozga to'langan azon ovozi ko'kni yangratdi. Qari Qur'on talovatchilar Qur'onni ta'lim qilish, Alloh taolaning ahkomlarini amalda ko'rsatish uchun taraflarga yurib ketdi. Keng avam va Chijilangu qabila jamatlari birlashdi. Odamga cho'qinishdan Alloh taologa bandichilik qilishga o'tdi. Endi u yerda yuqori tabiqa va tuvan tabiqa, quldorlik va qullar, hukmronlar va mahkumlar, zolimlar va zulmga uchirg'uvchilar deydigan tabiqa ayrimchiligi qolmadi. Odamlarning hammasi Alloh taolaning bandisi, mehribon qon qarindoshlaridir. Ular Alloh taolaning shariati, ya'ni qonuniy hukmi oldida bab-barabar degan qarash tiklandi. Alloh taolo ulardan jaholat davrining tarafbozlik ideyasini, mug'ambarlik bo'yin tavoqliqlarini va ota ajdodlari bilan faxrlanadigan nachar xuyini ketkizgan edi. Endi faqat taqvodorliklar adab bilan g'ayri arab, oq tanlik bilan qora tanlik orasidagi yuqori tuvanlikni o'lchaydigan birdan-bir odil taroziga aylandi. Odamlarning hammasi odam otaning bolalari, odam ota tuproqdan yaralgan degan qarash o'rtaq to'nishga aylandi. Bu davlat natijasida Arab birligi, insoniyat birligi, ijtimoiy adolat va insonlarning dunyo oxiratlik baxt saodati haqiqiy ravishda ishga oshdi. Buning bilan davr o'zgardi, jahon o'ngshaldi. İnsaniyet tarix betida yep-yangi bir sahifa ochildi. Aql parasat yuksaldi. Vaholanki buningdan ilgari dunyoga jaholat ideyasi hukmronlik qiladi. Kishilarning ideyasi qatmal, ruhiy tushkun, insoniy qadr-qimmat va mizonlar daxliga uchragan zulm, sitam, ezish va ezilishlar ustunlikni egallab ketgan edi. İnsanlar chekidan oshgan rohatparastlik va yuqori iste'mol bilan mahrumlik o'tirisida ezilatdi. Jaholat, bilimsizlik, küpürlük va nadonlik avj olgan bo'lib, ilgari bar bo'lgan ilohiy dinlarmi asli mohiyatini yo'qotgan va chiriklashib ketgan edi. Qisqasi u dinlarning o'z e'tiqodchilarining ideyasiga rahbarlik qilgudek rol qolmagan edi. Eng yomon yeri shuki, bu dinlar hayotiy kuchi va yoki ruhiy ta'siri qolmagan quruq marosimga aylanib qolgan edi. İslam davati kishilik hayotda o'zining rolini haqiqiy joriy qildirib, insoniyatni ruhiy jihatdagi quruq vahima, xurofotlik, ruhiy qulluq, mahkumlik, fasodxo'rlik, ma'naviy axloqiy buzilish va tushkunlish qatorliq nachar xohishlardan xalos qildi. Jamiyatni zulm, sitam, chechilanqulik va ishonchsizlikdan tabiqa ayrimchiligi va miyada keyinde bir tam qurilgan Abduhalil Turan kutubxonasi degan bir tamg'ining sababi bilan matratdagi xatlar aniq ko'rilmabdi. Shunday bo'lganda buni o'qishim menga ta'sir to'xtaydigan bo'ldi. Bu davlat insonlar dunyosini ijtimoiy adolat o'rnatilgan ilm, ma'rifat gullangan Allah Taala ko'rsatgan hayotlik yo'li va qimmat qarashlar insonlarning nafsi xohishlaridan g'olib kelib, ularning fikr harakatiga haqiqiy turda yetakchilik qilgan jinoyat manbalari etilgan aniq dunyo qilib qurib chiqdi. Qisqasi, bu davr insonlar dunyosini Alloh taolaning saltanati hukm surgan iliq va odil dunyo qilib qurib chiqdi. Mana bu burilish orqali Arab yerim oroli olam bino bo'lgandan buyon ko'rilib boqmagan ajoyib yuksalishlarga muyassar bo'ldi va tarixda misli ko'rilmagan oltin davrga qadam qo'ydi. Vidolish haji diniy da'vat elib berish, ilohiy elchilikni yetkazish, Allohning bir va borligini isbotlash va yerlik atalmish ilohlarning ta'sirini tugutish va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini e'tirof qildirish asosida yangi jamiyat barpo qilish ishlari bir qur tamomlanibdi.
go'yo bir maxfiy sada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qalbiga sening bu dunyodagi vaqting oyoqlashay deb qoldi degandek bir uchur yetkizdi. Bu uchurning bishorat va ishoratlari uning so'z harakatlarida ifodalanishga boshladi. U hijriyning 10-yili Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga bosh ma'mur qilib avatganda, "Ey Muaz, ehtimol sen mushu yildan keyin men bilan uchrasha olmasliging mumkin. Balki mening masjidimdan va qabrimning yenidan o'tib qolarsan" dedi. Muaz radhiyallohu anhu bu gapni anglab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayrilib qolishdan ansirab ko'z yosh qildi. Allah Taala payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu yil Makkada har qaysi arab qabila xalqlari va ularning vakillari bilan uchrashish, ulardan o'zining omonatni yetkazganligiga, elchilikni ado qilganligiga va millatga samimiy nasihat qilganligiga guvohlik elib 20 necha yil mobaynida jabr jafosini ko'p tarqan da'vatning samarasini o'z ko'zi bilan ko'rib kelishni iroda qilgan chig'i, u o'zining bu yillik katta hajga iroda qilganligini jakarladi. Natijada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilish maqsadida Madinaga nurg'un odamlar jam bo'ldi. Zulqaydaning 26-kuni, ya'ni shanba kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning safar tayyorligi bitdi. U beshini tarab yog'landi, o'g'landi, ishton va radosini kiydi. Qurbonlik to'ygisiga belgi esib, peshin namozidan keyin janubga qarab yo'lga chiqdi. U asr vaqtidan burunroq Zulhulayfiga yetib bordi va u yerda asr namozini 2 rakat qilib qasr o'qidi. Ondan shu yerda qunib qoldi. Atsa degan sahobalarga "Mana bugun kecha Alloh tarafidan vahiy qilinib, mushu muborak vadada namoz o'qigan, umra va haj qilaman degan deyildi" dedi. U peshin namozining oldida ihrom bog'lash uchun g'usl tarat oldi. Ondan Aisha radhiyallohu anha uning bosh va badanlariga o'z qo'li bilan ipar va anbar qitilgan xushbiroq malhamlarini suvib qo'ydi. Xushbiroq malhimi uning chasaqallarida jilvalandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni shu peti qo'yib yuvatmadi. Orqadan peshin namozini 2 rakat o'qib, u shu o'rindala haj va umriga biroqla takbir aytib, haj qironga ihrom bog'ladi. Ondan chiqib Qasvoiga minib turib takbir o'qidi. Ondan tuzanlikka chiqqanda yana to'xtab takbir o'qidi. U safarni davomlashtirib Makkaga yaqin Zitvan degan joyda qunib qoldi. Hadisi hijrining 10-yili Zulhajjaning 4-kuni yakshanba saharda qopib, g'usl tarat ilib, bomdod namozini o'qigandan keyin Makkaga kirdi. Yo'lda 8 kun o'tkazdi. U bu o'tirhol surat hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Masjidul Haramga kirib, avval Baytullohni tavob qildi. Safa, Marva o'tirsida sa'i qildi. Ammo ihromdan chiqib halol bo'lmadi. Chunki u haj qironiga ehtirom bog'lagan bo'lib, qurbonlik qilish uchun to'yga haydab kelgan edi. Ondan Makkaning usti tarafidan Majun degan joyga chiqib, o'rilishib shu yerda turdi va haj tavobidan boshqa tavobga kirmadi. Sahobalardan hariya, ya'ni qurbonlik to'yiga elib kelmaganlarni ihromni umra hajga o'zgartirib etishga, ularni Baytullohni tavob qilib, Safa va Marvaga sa'i qilib bo'lgandan keyin to'liq halol bo'lishga buyurdi. Sahobalar buningdan ikkilinib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buning qarta: "Agar men hozir bilganlarimni burun bilgan bo'lsam, hariya, ya'ni qurbonlik haydab kelmagan bo'latdim va albatta ihromdan chiqib halol bo'lgan bo'latdim" dedi. Shuning bilan hariya qurbonlik mol haydab kelmaganlar ihromdan chiqib halol bo'lishdi. Hammaydan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning gapini anglab itoat qildi. U Zulhajjaning 8-kuni u tarbiya, ya'ni qurbonlik mollarini suvga qondirish kuni deb ataldi. Bomdoddan keyin Minoga chiqdi. U yerda peshin, asr, sham, xubdan va arsi bomdod 5 vaqt namozini o'qidi. Ondan biroz turib kun chiqqandan keyin Arfatga
qarab yo'l oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arafatga yetib berib, u yerda uningga atab yasalgan bir chadirga tushdi. Bir chaqda quyosh qayrilib kun tushdan o'tib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qasvoini tayyorlashga buyurdi. Ular tayyorlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qasvoga minib Batni vadi, ya'ni Arafat teg'ining tuvindagi tuzanglikka keldi. Bu chaqda uning atrofiga 144 ming kishi jam bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda ularga tuvandagi tarixiy xotirlik nutqini so'zildi. U mundaq dedi: Ayyuhan nas, isma'u qavli. Ey xaloyiq, gapimga quloq solinglar degan ma'nodakan. Men bilmayman. Ehtimal bu yildan keyin men sizlar bilan bu yerda mangu uchrasholmasligim mumkin. Cho'qimki, mushu oy, mushu joyda sizlarning mushu kuninglar harom bo'lganiga o'xshash, sizlarning jininglar va mol-mulkinglarmi haromdir. Ogoh bo'linglarki, jaholiyat da'vo dasturlaridan har qanday bir shay hozirdan e'tiboran bekor qilindi. Jaholiyat, ya'ni kona qonun qarzlarining hammasi shartsiz bekor qilindi. Men avval jamiyatimizning qon qarzlaridan Ibni Rabiya Ibni Harisning qon qarzini bekor qilaman. U Bani Sa'd qabilasiga imitishga berilgan edi. Uni Huzayl qabilasidagilar o'ltirib atgan. Jaholiyat jazonixo'rliklarimi butunlay bekor qilindi. Men bekor qiladigan jazoning tunjisi tag'am Abbas ibn Abdulmuttalibning jazonlaridir. Uning barliq jazona o'sim kashlik ishlari qat'iy cheklandi. Ayyuhan nas, ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar. Ularni Allohning omonati bilan oldidinglar. Ularni Allohning omonati bilan oldinglar. Allohning kalimasi, ya'ni nikoh bilan halol, ya'ni xotin qildinglar. Ayollaringlarning zimmasida haqqinglar bor. Ular sizlarning tushaklaringlarga g'ayri odamlarni dasatmasin. Navoda ular shunda qilib salsa, ularni zaxmilanmigudak uringlar. Ularning sizlarning zimmanglarda haqqi bor. Ya'ni ularning yemak-ichmak, rizqi, taqat miqdori, kiyim-kechak qatorliqlar. Men sizlarga shundoq bir narsani qoldirdimki, uningga chin ezilsanglar, hargiz ozmaysizlar. U Allohning kitobi, Qur'oni Karimdir. Ayyuhan nas, mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Sizlardan boshqa ummat bo'lmaydi. Ogoh bo'linglarki, sizlar bir Allohga ibodat qilinglar. 5 vaqt namozinglarni o'qinglar. Ramazan oyinglarning ro'zasini tutinglar. Mollaringlarning zakatini rozimanlik bilan ado qilinglar. Parvardigoringlarning baytini tavob qilinglar. Ish egillaringlar, ya'ni hokimiyat beshidagilarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning jannatiga omon eson kiralaysizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: sizlar men to'g'riliq so'roq qilinsizlar. Sizlar nima deysizlar? degan edi. Ular elchilikni yetkazganliginga, omonatni ado qilganligingga guvohlik beramiz deyishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatkich barmog'ini osmon tarafga ko'tarib, kishilar tarafiga bir o'qib, "Ey Alloh, guvoh bo'lgin" deb 3 qatim takrorladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofidagi bu nutqini Rabi'a ibn Umayya ibn Halaf raziyallohu anhu kishilarga so'zma-so'z jakarlab, yuqori ovoz bilan yetkazib turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nutqdan fariq bo'lgandan keyin uningga Allohning mo'nu oyati nazil bo'ldi. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga elinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonotlar tarafidan o'sib o'ldirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ldirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlanganlar halol bo'ladi.
hamda butlarga elib berilib, uning yanida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jahoriyat davrida pal uchun ishlatadigan 3 parcha yog'och bilan pal silishinglar harom qilindi. Biz bu gunohdir. Kuffarlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidni uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki ochliqda, ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa, gunoh bo'lmaydi. Alloh mag'firat qilg'uchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. Qur'oni Karim Sura Maida 5-sura 3-oyat. Bu oyatni anglab Ömer ibn Xattab raziyallohu anhu yig'lab ketdi. Uningga "Nemishqa yig'laysan?" deyilgan edi. U har qanday ish takamullassa, uningga nuqson agishidu dedi. Nutqdan keyin Bilal raziyallohu anhu azon to'g'ladi va takbir etdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jamoat bilan birga peshin namozini o'qidi. Orqadan Bilal raziyallohu anhu yana takbir etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turib asr namozini o'qidi. Bu ikki namozning o'tirsida boshqa namoz o'qimadi. Namozdan keyin to'ygisiga minib qaf, ya'ni hojlar Arafatda vuquf qiladigan joyga keldi va u yerda fasvoi quram toshlar ustiga cho'ktirdi. Piyodalar yo'lini oldida qoldirib, qiblaga qarab kun kirib ketgan qadar vuquf qilib turdi. Kun g'oyib bo'lib, seriqliq ozroq yo'qolib edi. U Sama ibn Zayd raziyallohu anhuni keyniga mindirib Arafatdan qaytdi va xeyli bir mahalda Muzdalifga yetib kelib, bu yerda namoz sham va xuftanni bir azon, ya'ni 2 takbir bilan o'qidi. Bu 2 namoz oralig'ida hech qanday namoz o'qilmadi. Ondan yenicha yetib tong otqizdi. U o'rnidan turib, tong xeli ro'shan suzilgandan keyin bomdod namozni bir azon, bir takbir bilan o'qidi. Ondan yana to'gisiga mindi va Mash'aril Haram joy nomiga kelib, qiblaga qarab duo qildi. Takbir etdi. Talbiya va tahlil etdi. Bu chaqda jahon xeli Abdullah yo'rg'an edi. Ondan kun chiqishdan oldiroq Muzdalifadan Minoga qarab yo'l oldi va Fazli ibn Abbos raziyallohu anhuni keyniga mindirib oldi. U batni Muhassar degan joyga kelganda tezroq mangdi. Ondan Jamrul Tul Kubraga chiqadigan vodining o'tirsidagi bir yo'lga agidi va u yerdan udul cho'ng daraxt yendiki Jamraga yetib bordi. U Jamratul Kubra bo'lib, shu chaqlarda uning yenda bir tub cho'ng daraxt bor edi. U Jamra Aqaba va Jamra Ula birinchi Jamra deb atiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu Jamraga 7 tol tosh otdi. U har bir toshni otganda takbir aytadi. Toshlar sopol parchalariga o'xshash bo'lib, uni batnavonidan terib olgan edi. Ondan manhar, ya'ni qurbonlik qiladigan joyga qaytdi va 63 to'gini o'z qo'li bilan bo'g'izladi. Ondan pichoqni Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga bergan edi. U yana qolgan 37 to'gini bo'g'izlab 100 qilibatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni, ya'ni Ali raziyallohu anhuni qurbonligiga sherik qildi. Ondan har bir to'gidan ozroqdan go'sht kesib ilib, qozonga silib pishirishga buyurdi. Go'sht pishibdi. Bu ikkalan go'shtni yedi va sho'rbadan ichdi. Tamoqdan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam to'gisiga minib Baytullohga qarab yo'l oldi. U Makkada peshin namozini o'qib, Abdul Muttallib jamoatining Zamzam quduqidan suv tortib, hojilarga suv berayotgan yeriga keldi va "Tortinglar, Abdul Muttallib o'g'illari, agar men boshqalarning bu siqoyat, ya'ni ma'nisi hojilarning ussuzligini qandirish, sizlardan tortib olishidan qo'rqmasam edim,
Mənmi əlbəttə sizlər bilan billa su tartqan bo'latdim, dedi. Ular Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallamga bir çilek su tartib bergan edi. Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallam o sudan içdi. Nəhri günü, yəni Zulhəccenin 10-cu günü çaşgah vaxtı bolğanda, yəni quyosh xeyli ko'tarilganda Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallam yəni nutq so'zildi. O bir oq qechirg'i minib olgan edi. Uning so'zini Ali raziyallohu anhu butun ovozi bilan ko'pchilik yetkazib turdi. Odamlarning ba'zisi o'ltirib, ba'zisi o'ri turib anglayotdi. U nutqida oldingi kuni so'zlagan ba'zi mazmunlarni qayta takrorladi. Sahihul Muslim va Sahih Buxoriy da Ibn Bakrata raziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga nahri kuni nutq so'zlab, Allah osmon zimatni yaratgan kundan e'tiboran zaman o'z peticha davr qilmoqda. 1 yil 12 oy. Uningdan 4 oy haram, ya'ni hurmatini buzish haram oylardir. 3 Zulqayda, Zulhajja va Muharram bir-birining keynidan qo'g'lishib kelguchidir. 4-si Jamadiya oxir bilan Shayban o'tirsidagi Muzarning Rajab oyidir. Muzarning Rajab oyi deyishdagi sabab Rajab oyini muzarlar bek hurmatlaydi deb izohat beribdi. U yana bu qaysi oy deb so'radi. Biz Allah va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U sukutga cho'mdi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyni boshqa bir nom bilan ataydigan o'xshaydi deb o'yladik. U bu Zulhajja oyi emasmi dedi. Biz albatta shundoq dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu qaysi shahar deb so'radi. Biz Allah va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U sukutga cho'mdi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu shaharni boshqa bir nom bilan ataydigan chig'i deb o'yladik. U bu Makka shahri emasmi dedi. Biz albatta shundoq dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu qaysi kun deb so'radi. Biz Allah va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U yana sukut qilib turdi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunni boshqacha bir nom bilan ataydigan bo'ldi deb o'yladik. U bu nahri, ya'ni qurbonlik molni zabhi qiladigan kun emasmi dedi. Biz albatta shundoq dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarning qonlaringlar, ya'ni o'zaro qon to'kib odam o'ldirishinglar, mollaringlar, ya'ni mollaringlarni nohaq yevilish va inovat obro'yinglar, ya'ni tuhmat va boshqa nachar usullar bilan o'zaro inovat obro'yinglarni to'kish. Xudislarning mushu kuninglar, mushu oy, mushu shaharlar harom bo'lgandek sizlarga haromdir. Sizlar pat yaqinda Parvardigoringlarga muloqot bo'lasizlar. U sizlarning nom amalinglarni so'raydi. Ogoh bo'linglarki, mendan keyin bir-biringlarni qiradigan ozg'unlardan bo'lmanglar. Ihaloyiq, ogoh turinglar. Men Allohning amrini yetkazdim-mi? dedi. Biz deyishgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey Alloh, guvoh bo'lgin, hozir bo'lganlar hozir bo'lmaganlarga yetkazsin. Yetkazilganlarning ba'zisi hozir anglaganlardan bakrak asli tutishi mumkin", dedi. Yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashu qatimqi nutqida yana mundaq degan: "Ihaloyiq, ogoh bo'linglar, har kim o'z nafsiga zulm qilmasin. Öz farzandlariga zulm qilmasin. Farzandlar ota-onasiga zulm qilmasin. Hammanglarga ayon bo'lsinki, shayton sizlarning bu shahringlarda mahbud bo'lishdan abadiy umidini uzdi. Lekin u sizlarning amallaringlardan ba'zi bir kichik ishlarda sizlarni bo'ysundirmoqchi. U cho'qim shuningdan mamnun bo'ladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tashrif, ya'ni Zulhajjaning 11, 12, 13 kunlari Minoda turib haj amallarini ado qildi. Shariat ahkomlaridan ta'lim berdi. Alloh taologa zikr etdi. Ibrohim alayhissalomdan qolgan hidoyat baliga yo'llarini asli keltirdi. Sherikning ta'siri va uning nom nishonlarini o'chirdi. U yana tashrif kunlarining birida Minodan nutq so'zildi. İmam Abu Davud rahimahullah Sira Sirai binti
Nabhan raziyallohu anhadan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zeros, ya'ni odamlar Minoga to'plangan kuni so'z qilib, bu tashriq, ya'ni go'sht parchalash kunning o'tiri emasmi dedi. Uning shu kunidagi nutqining mazmuni Nahri kunidagi nutqiga o'xshash edi. U bu nutqni sura Nasri nozil bo'lgandan keyin so'zlagan. Nafar, ya'ni haramga kirib tavob qilib qaytib chiqish kuni ning ikkinchi kuni, ya'ni Zulhijjaning 13-chi kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Minodan qaytib kelib, Makka varisida yana Bani Kanana manzili deb ataladigan bir joyga tushdi. U bu kunning kechisini shu yerda o'tkazdi. U bir yerda peshin, asr, sham, xubdan namozlarini o'qidi. Xubdan namozdan keyin birdam uxladi. Ondan Baytullohga kirib vidolish tavofini qildi va sahoba kiromlarni shunda qilishga buyurdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haj faoliyatlarini oyoqlashtirib, bo'libla Madina Munavvaraga qaytishga oldirdi. Bu rahatlanish va orom olish uchun emas, balki Xudo yo'lidagi kurashlarni qaytadan boshlash va jonlantirish uchun edi. Eng oxirgi qo'shin Rum doiralarining takabburchonchiligi kun sayin eshib, shu darajaga berib yetdiki, ularning musulmonlarning yashash huquqini e'tirof qilg'usi kelmayotganda qiladi. Ular o'zlariga beqingan arablardan musulmon bo'lganlarni o'ldirdi. Rumga tava Ma'on Shamda bir joyning nomiga vali bo'lgan G'arva ibn Amruj Juzoymining darga esib o'ldirilishi buning tipik dalili edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning bu xil mug'ambarligini va chekidan oshgan zo'ravonlikni cheklash uchun Hijriyaning 11-yili safarda qo'shin tashkillashga kirishdi va bu qo'shinga Usama ibn Zayd raziyallohu anhuni amir lashkar qilib tayinladi. Uni bu qo'shin bilan Falastinning Balqoyi va Darud chegaralariga hujum qilishga buyurdi. Uningdagi maqsad Rumliklarning nuqlisini elib qo'yish bilan birga chegara bo'yidagi arablarning islomga bo'lgan ishonchini chingitish edi. Shuna qilganda kishilar cherkov hukmronligi zavol topmaydi, islom diniga aqir bog'lash o'z jiniga o'zi zomin bo'lganlik degan safsatiga ishonmaydi. Ba'zilar bu qo'shinning qo'mondoni Usama haqira yeshi kichik, tajribasiz deb gap tepib, uni yo'lga silishni kechiktirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning, ya'ni Usamaning qo'mondan bo'lishiga ta'ina, ya'ni sha'niga dog' yetadigan gap so'z qilishgan bo'lsanglar, buningdan burunmi uning otasining qo'mondan bo'lishiga shunda qilishgan edinglar. Alloh bilan qasamki, u cho'qim amirlik, ya'ni qo'mondan bo'lishga loyiqdir. Uning otasi, ya'ni Zayd ibn Haris raziyallohu anhu odamlarning ichida menga eng suyumlik edi. Bu, ya'ni Usama ibn Zayd raziyallohu anhu shuni uningdan qolsa menga eng suyumli kishidir dedi. Shuning bilan kishilar Usama raziyallohu anhu atrofiga uyushib, uning sepiga tizildi va Madinadan bir parsah, ya'ni 624 kilometrga teng yiroqlikdagi Jariyev degan joyga chiqib farmon kutib turdi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kesili haqidagi shum xabar ularni kesal bilan bir taraf bo'lguncha ta'xir qilib turishga majbur qildi. Balkim Alloh taolo bu qo'shinning Abu Bakr raziyallohu anhuning xilofatchiligida yo'lga silinadigan tunji qo'shin bo'lishini iroda qilgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, sevimli qarindoshlarım, do'stlar, bevosita tarqitishni men bu yerda to'xtatay. Keyingi sonda biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taoloning dargohiga safar qilganligi degan mazmundan boshlab davomlashtiramiz. Hammanglarning diqqat berganiga rahmat. Alloh rahmat qilsin.